Hadi hadi. Hoş hoş. Ha. Tozi. Mashina qilib zotdor mollarni boqqis keladi, lekin molxonangiz yo'q. Quruq yeringiz bor. Molxona quraman, siz falon pul ketib qolyapti. Endi muammo emas do'stlar. 20 kunning ichida do'stlar xuddi mashina qilib 100 ta mol sig'adigan 9 kvadratga moslangan molxonani asakali ustalarimiz chiroyli qilib qurib berishadi. Ko'rib, bitta baho beringlar. Tevalarni a ko'rinishda uychalik qilib qilishga havo bemalol aylanaveradi, hidlanmaydi, sasimaydi. Zo'r tarafi do'stlar 20 kunda noldan. Xuddi mashina qilib do'stlar baquvvat temirlarni shunday yerga qo'yishadi, stoykalari bilan tikala berishaveradi. Xolasiz chekkaga duol urmay, o'zlari stoykadan ko'tarib berishadi. Quruq yerda o'ziga. Ko'rib turgan joylaring do'stlar 220 ming so'mdan 1 kvadratini hamma yo'q ichida qilib berishadigan joyda egasi faqat pul sanaydi xolos. Agar do'stlar qildirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz O'zbekiston bo'ylab 150 mingdan 250 ming so'mgacha do'stlar 1 kvadratini qilib berishyapti ekan. Ob'yomni farqi yo'q do'stlar. Katta skillat, baza, molxona, qo'yxona farqi yo'q. Basseynlar tevasimi, to'yxonalarmi, temir sohasi borki, liboy narsani olib berishadi. Pasta nomerlari bilan aloqaga chiqaverasizlar.